Hurmatli tomoshabinlar, o'quvchilar, darsimizni boshladik. Bugungi darsimiz demak, olmoshlar va u to be fe'llari bilan ularning demak bevosita ishlatilishi to'g'risida bo'ladi. Demak, birinchisi bizda bo'lyapti mana personal pronoun. Personal pronoun. Personal pronoun, ya'ni buni inglizcha, o'zbekcha tarjimasi kishilik olmoshlari. Olmoshlari. Kishilik olmoshlari. Demak, kishilik olmoshlari yoki olmoshlar, shaxslar, u hech qanaqa, ya'ni nimasi yo'q buni. Kim qanday qulay bo'lsa, shunday eslab qolishi mumkin. Demak, biz bularni albatta yozib ko'ramiz endi birinchisi bo'lib. Marhamat. I, you, he, she, it, we, you, they demak bo'ldi. Albatta bularni o'qilishini hozir botga yozish shart emas, chunki qaytarsangiz orqamdan shundoq ham esingizda qoladi. Demak, qaytaryapmiz. I, you, he, she, it, we, you, they. Bularning tarjimalariga keladigan bo'lsak, demak, men, sen, u, o'g'il bolaga, she tarjimada demak u bo'lib, ikkalasini ham ko'ryapsiz, ahamiyat bering. Ikkalasining ham tarjimasi u. Faqat she'larni biz qiz bolaga nima qilar ekanmiz? Ishlatar ekanmiz. Davom etamiz. It. U bu tarjimaga ega bo'lib, jonsiz narsalar va hayvonlar uchun nima qilinar ekan? Qo'llanilar ekan. Navbatdagisi demak we bo'lib, buning tarjimasi demak bizlar. You, bu safar bu sen edi. Ahamiyat bering, sen, bu sizlar bo'ladi. Sizlar bo'ladi. Bir-biridan qanaqa qilib farqlaymiz? Bularni hali siz bilan gaplashamiz. They, ular demak bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, kishilik olmoshlarini biz yozib bo'ldik. I, men, you, sen, he, u o'g'il bolaga nisbatan, she, u qiz bolaga nisbatan, it, u bu tarjimaga ega bo'lib, ahamiyat bering. Kerak bo'lsa bundoq qilib buni alohida olamiz. Jonsiz narsalar va hayvonlar uchun. Albatta bu har bitta aytilayotgan ma'lumotlarni banner daftari olib, bir chekkadan quloq solib, hammasini yozib yursangiz, bemalol o'rganishingiz mumkin. Oxirigacha agar borsangiz, C1, B2, C1 darajalar va IELTSlarga ham chiqish mumkin. Chunki hamma narsani zaminida grammatika o'tadi. Bu to'g'risida hali gaplashamiz. Grammatika to'g'risida alohida to'xtalamiz. We, biz, you, sizlar, they, ular edi. Marhamat yozib olishingiz mumkin va birozdan keyingi darsga o'tamiz. Demak, hurmatli tomoshabinlar, biz kishilik olmoshlarni ko'rib chiqdik. Endi navbatda kelyapti ularning demak to be fe'llari bilan o'zaro bevosita tuslanishiga. Demak, buning uchun biz yana bir karra kishilik olmoshlarni yozib chiqamiz. Marhamat yozyapman. Demak, I, you, he, she, it, we, you, they edi. Biz buni yozib turdik, mana buni qo'ydik. Endi buni hozir biz to be emizarlar bilan demak tuslatish uchun oldin to be ni o'zini o'rganib olishimiz kerak, nima ekan. Demak, bizda to be fe'li bor. O'qilishi qaysiki, demak to be. Juda ham oson, juda ham sodda bir narsa. Bu ya'ni hammani esda qoladi deb o'ylayman. Albatta, boshda aytib o'tganimdek, qog'oz ruchka olib, banner daftar olib, diqqat bilan kuzatib borsangiz yetarli. To be demak o'qilishi to be ekan. Tarjimada demak bo'lmoq. Bo'lmoq. Rus tilidagi o'quvchilarimiz, rus tili maktablariga qatnayotgan o'quvchilarimiz buni bemalol demak ruscha variantini hamma hozir aytib o'tib ketaman, o'rganishi mumkin. Demak, bo'lmoq быть. Быть.
Быть demak bo'ldi. Xo'p, demak to be ni tarjimasi nima ekan? Быть ekan, ha, to'g'rimi? Endi o'tamiz. Bu to be ni 3 ta demak shakli bor ekan, qarang. Am o'qilishi demak am, is va are. Qaysiki o'qilishi nima ekan? Are. Qaytarib o'taman. Birinchi ko'rinishi nomi demak am, ikkinchi o'qilishi nomi is, uchinchi o'qilishi nomi are bo'layapti. Ana endi biz bularni am qaysi shaxsga, is qaysi shaxsga, are qaysi shaxsga demak to'g'ri kelishini, ya'ni yozilishini birgalikda uni ko'rib chiqamiz. Demak, I ga albatta demak to'g'ri keladi I am. You ga demak to'g'ri keladi you are. He is, she is, it is, we are, you are va they are bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, emizorlarni biz shaxslar bilan nima qildik? Tusladik. Demak, birinchi qatorda turganlar demak nima ekan? Egalar. Tarjimasi demak bo'ladi, qarang. Subjects. Для русскоязычных буду говорить. Эти первый ряд у нас является подлежащими. Egalar, subject. Va keyingilar esa demak член to be глагола. То есть эмизар, как вы сами видите, распространяется в таком образе. Yani emizarlar I am, you are, he is, she is, it. Kechirasiz, bu yerda biroz xatoga yo'l qo'yibman. Kechirasiz, buning uchun albatta biroz hayajon bor, shuning uchun to'g'ri tushunasiz deb o'ylayman. Chunki bu ilk videoyimiz bo'ladi. It is, we are, you are, they are bo'ldi. Ana biz demak egalarni yozdik. Bu safar bu yoqda nimalar turibdi? To be shakllari, ya'ni to be shakllari. Demak, bular hammasi demak shakllar ekan. Birinchi bo'lib kelar ekan ega, ikkinchi bo'lib kelar ekan to be shakllari. Ana endi navbat kelyapti. Nimaga? I am a student. I am a student. You are a pilot. He is a surgeon. She is a nurse. It is a map. Ahamiyat bering. Itni biz jonsiz narsalar va hayvonlar uchun bu safar demak map xarita so'zidan foydalandik it uchun. We are sailors. You are. Yana xatoga yo'l qo'yapman, ming bor uzr. We are sailors. Demak, agar otimizda s qo'shimchasi bor bo'lsa, an lardan, ya'ni noaniq artikellardan foydalanmaymiz, chunki biz hali noaniq artikellarga alohida to'xtalamiz. Demak, we are sailors. An bo'lmaydi. Yozyapman quyidagicha. An bo'lmaydi. Chunki sababi otimiz ko'plikda. Ko'plikda bo'lgan otlarga an qo'shilmaydi. Bu to'g'rida hali gaplashamiz. Buni hozircha o'chirib turaman. Davom etaman. You are. Misol uchun sizlar doctors, they are musicians demak bo'ldi. Ahamiyat bering. We, you, theylar ko'plikdagi demak shaxslar hisoblanib, ulardan keyin kelayotgan otlarga nima qo'shilar ekan? Doimo as qo'shilib boradi. Ko'rib turganingizdek, biz mana egalar, to be'lar va albatta bu yoqda turgan demak object. To'g'rimi? Larga demak nima qo'shdik? Qayerdadir demak qo'shimchalar qo'shdik, qayerdadir qo'sha olmadik. Sababi bular birlikdagi shaxslar. Marhamat, yozib olishingiz mumkin. Demak, hurmatli tomoshabinlar, albatta o'ylaymanki, yaxshi ko'rinyapti. Bu safargisi demak mana qarang, have, ya'ni have, has. Bular ham demak yordamchi fe'llar hisoblanib, tarjimalari demak have, ega bo'lmoq. Have, ya'ni o'qilishi have deb o'qimaysiz aslo, chunki bu noto'g'ri bo'ladi. Buning o'qilishi mana mana bu yerda yozib berishim mumkin. Have o'qilishida have. Has emas aslo. Has. Ya'ni ozgina h dan keyin has. Yo s yoki z, has.
Demak, tarjimalarni ko'rdik. Endi bularni yana shaxslarda ko'ramiz. Demak, I have bo'lar ekan. Mana qarang, I, you, we, theylarga have ekan. He, she, itlarga has ekan. Shaxslarda tuslanishi boya ko'rganimizdek, bular bizda demak egalar edi. Bular bizda demak, ya'ni egalar ingliz tilida nima bo'lar ekan? Subjects bo'lar ekan. Subjects bu ega ekan, ya'ni bu qator hammasi ega ekan. Va ikkinchi qatorda kelayotgan esa nima ekan? Helping verb, ya'ni yordamchi fe'l. Yordamchi fe'l. Qisqa qilib yozdim, o'ylaymanki esingizda qoladi. Yordamchi fe'l. Buning demak tarjimasi nima bo'ladi? Helping. Help verb. Help, ya'ni вспомогающие глаголы. Это у нас является, значит, лица, то есть падежащими. Albatta bular juda ham muhim, chunki gap tuzamiz, borib biz bilan katta albatta mavzularga boya aytganimdek o'taman dedik, yuqorida aytib o'tganimdek. Albatta formula уже kelyapti. Mana qarang. Birinchi demak ega kelar ekan, keyin demak yordamchi fe'llar kelar ekan. Har gapda shunaqa bo'ladi. Va oxirida esa ko'rib turgandek, demak nima bo'lyapti bu? Object, ya'ni uzr, men buni to'ldiruvchi, qarang, mana bu to'ldiruvchi bo'lib va to'ldiruvchi esa bizda ingliz tilida objects. Qaysiki nechinchi o'rinda kelar ekan? 3-o'rinda kelar ekan. Demak, o'qiymiz marhamat. I have a dog. Mening kuchugim bor. You have a car. Qaytarishingiz mumkin orqamdan. Sizning mashinangiz bor. He has a book. Uning kitob bor. She has a pen. Uning ruchkasi bor. It has a tail. Albatta biz aytdik boya, jonsiz narsalar va hayvonlar uchun degandik. Bu yerda ehtimol qandaydir hayvon ko'zda tutilayotgan bo'lishi mumkin nazarda. Shuning uchun ham tail dedik. Qaysi tarjimasi dumi bor bo'ladi. We have ideas. Ko'ryapsizmi, mana bu ko'plikdagi shular ko'plik shaxslar bo'lganligi uchun, bulardan keyin kelayotgan otlarga nima qo'shilyapti? S qo'shimchasi qo'shilishi mumkin yoki es yoki ies. Bularga alohida to'xtalamiz, hali otlar mavzusiga alohida kelamiz. We have ideas. У нас имеется, значит, идеи. Bizning rejalarimiz bor. You have plans. У вас имеются планы. То есть sizlarning rejalaringiz bor. They have children. Nima bo'ladi? They have children. Ularning demak bolalari bor. Ko'rib turganingizdek, men buni o'chirdim. Ya'ni mumkin emas degani bu. S bo'lmaydi. Doimo children, chunki children bizda noto'g'ri ot hisoblanadi. Noto'g'ri otlarga qo'shimchalar qo'shilmaydi, balki o'zaklar nima qiladi? Bevosita o'zgaradi. Shuning uchun ham yozganmiz. Demak, noto'g'ri otlarga demak s, es, ies qo'shilmaydi. Qaytarib o'taman. Otlar to'g'risida alohida video qilaman, alohida demak dars chiqaramiz. Xudo xolasa. Demak, birinchi egalar, keyin yordamchi fe'llar va uchinchi bo'lib to'ldiruvchilar kelar ekan. Marhamat, buni ham yozib olishingiz mumkin. Bundan oldin biz have haslarni egalarda tuslanishini ko'rgan edik. To'g'rimi? Qaysiki? I have a dog, you have a car, he has a book, she has a pen, it has a tail, we have ideas, you have plans, they have children. Tarjimalarda esa demak, у меня имеется, значит, собака, у тебя имеется машина, он имеет или у него имеется книга, она имеет, значит, ручечка и так далее. У нее также например, собака может быть или там кошка может быть, имеется, у нее имеется хвост. Мы имеем идеи, планы, у вас имеются планы, вот здесь мысли и так далее. They have children, ularning bolalari bor, ya'ni у них имеется дети bo'ldi. Boya nega endi men rus tilida aytdim? Chunki bundan oldin o'zbek tilida aytdim. Va davom etamiz. Bularni mana qarang, gap mazmuniga ko'ra 3 xil ko'rinishda demak tuslanishi, ya'ni 3 xil ko'rinish nima? Darakda, qaysiki pozitiv. Darak so'zining tarjimasi positive sentence. Sentence so'zini shu yerdan yozishim mumkin. Sentences gaplar, demak positive sentences, question sentences, negative sentences. O'ylaymanki hammaga yaxshi ko'rinyapti. Endi bularni marhamat mana ko'ramiz, qarang.
I have a dog degan so'zning so'roq holati do I have a dog ekan. Demak, ko'rib turganingizdek, to'g'rimi? He, she itlardan deb tashqari qolgan hammasiga nima kelar ekan? Do, do, do. Ya'ni do I, do you, do we, do you, do they. Do I have a dog? Do you have a car? Sening mashinang bormi? Voy, uzr. Sening kuchuging bormi? Sening mashinang bormi? Va hokazo. Bizning fikrlarimiz bormi? Sizlarning rejalaringiz bormi? Ularning bolalari bormi? Bo'ldi. Имеется ли у меня собака? Имею ли я машина? Mana bularni ko'rdik. Hozir biz nima qaysilarni ko'rdik? Demak, xishitlardan qolganlarni ko'rdik. Endi kelyapmiz nimaga aynan bularga does, to'g'rimi? Aslida shuna bo'lish kerak deb o'ylaysiz. Misol uchun mana bu yerda bizda nima bor edi? Mana buni bittasini o'chirib ko'rsataman sizga va harakat qilaman ko'rsatishga. Aslida bu yerda nima bo'lish kerak? Has bo'lib, bu esa bizda do bo'lish kerak, to'g'rimi? Do he has. O'sha has bizda, mana bu bizda has qayerga o'tar ekan? Do ga o'tar ekan va u does bo'lib, bu yerdagi has esa o'zini o'rnini qoldiradi nimaga? Have ga. Tushunarli bo'ldimi? Yana davom etaman. Xuddi shunaqa pastda ham. Does she have? Ya'ni has bu tepada ko'rsatganimdek has s demak do ga o'tdi, do does ga aylandi va shuning uchun ham does she have a pen bo'ldi. Bu yerda ham xuddi shunday. Do we have ideas va hokazo. Va keyingisi bo'ladi bizda nima bo'lyapti? Inkor ko'rinishi bo'lyapti. Inkor ko'rinishida quyidagicha qarang. Birinchi egalar kelar ekan. Ikkinchi o'rinda demak yordamchi fe'llar qaysiki? Helping verblar kelar ekan. Uchinchi o'rinda ko'ryapsiz not. Inkor yuklamasi qaysiki? Not deb yozdim men uni. Va eng oxirida kelar ekan dog, car, book, pen, tail, ideas, plans, children. Qaysiki? To'ldiruvchi objects. Ya'ni ega so'zining tarjimasi bo'layotganimizdek demak. Subject, yordamchi fe'l, helping verb, inkor yuklama not, to'ldiruvchilar esa demak objektiv nomlanar ekan. Marhamat bemalol ko'chirib olishingiz mumkin. Demak, hurmatli tomoshabinlar, o'quvchilar, bundan oldin have haslarni ko'rdik, so'roq, inkor, darak holatlarini. Navbatda kelyapti to be. Marhamat, I am a lawyer. Men advokatman. You are a singer. He is a driver. She is a nurse. It is a flat. We are teachers. Ahamiyat bering, bundan ham oldin gapirdik. S qo'shimchalari qo'shiladi, chunki ko'plikdagi shaxslar, bizlar, sizlar, ular. We are teachers. You are doctors. They are parents. Demak, darak holatlarida birinchi egalar kelar ekan, qaysiki nomi? Subject ega. Birinchi bo'lib kelar ekan. Bu juda ham muhim. Qaysi so'z turkumidan keyin nima kelishini bilishlik juda ham muhim, chunki biz borib sizlar bilan gap tuzishlarga, xatlar, insholarga o'tishimiz kerak bo'ladi. Albatta bu keyingi videolarimizda bo'ladi. Va uchinchisi esa demak to'ldiruvchi davomimiz qaysiki uchinchi o'rinda kelar ekan objects. O'taman keyingisiga question sentence. Albatta menda joy yo'qligi uchun yozmayapman, lekin aytib o'tyapman. Buni to'xtatib yozishingizda muammo yo'q. Misol uchun question sentences so'roq gaplar. Buni biladiganinglar bor albatta, ko'pchiliginglar bilasizlar. Am I a lawyer? Am I a lawyer? Men advokatmanmi? Men huquqchimanmi? Ya'ni har doim so'roq gaplarda birinchi nima oldinga chiqar ekan? To be'lar oldinga chiqar ekan. Ahamiyat bering, shu to be'lar hammasi so'roq gaplarda oldinga chiqyapti, mana o'sha. Ya'ni am oldinga sakraganda am I bo'lib o'qilar ekan. Aynan o'sha am I shu bo'ladi. O'ylaymanki hamma o'zi buni tushundi. Davom etaman. Am I, are you, is he, is she, is it? Va har bittasini orqasida demak tinish belgisi so'roq holatda turibdi. Qaysiki so'rayapti, ya'ni savol beryapti. Men huquqchimanmi? O'ziga o'zi albatta. Are you a singer? Sen qo'shiqchimisan? Is he a driver? U haydovchimi? Is she a nurse? U hamshirami? Is it a flat? Bu kvartirami? To'g'rimi? Are we teachers? Biz o'qituvchilarmizmi? Are you doctors? Sizlar doktormisizlar? Are they parents? Ular ota-onalarmi? Kelish qismlarini ko'rsatamiz. To be, subject 2 va uchinchisi object ekan. Tarjimalari bu yoqda. Davom etaman. Negativ, ya'ni inkor. Inkor etadi bu safar. Hamma narsani inkor etadi.
Albatta demak birinchi kelar ekan egalar, inkor gaplarda undan keyin nimalar kelar ekan? Tubiylar kelib, ahamiyat bering. Bu egalar, daraklar bilan demak, inkor gaplar, ya'ni darak gaplar bilan inkor gaplar bir-biriga o'xshash. Faqat bir-biridan farqi nimada? Tubiylardan keyin nima kelishida? Not kelishida. Tubiylardan keyin nima kelyapti? To'g'ridan-to'g'ri to'ldiruvchi kelyapti. Tamom, masalan, juda ham oson bu. I am not a lawyer, you are not a singer. Men huquqchi emasman, sen qo'shiqchi emassan. He is not a driver, u haydovchi emas. She is not a driver. Bu yerda she is not a nurse bo'lish kerak edi. Uzr, bu yerda men shoshildim yana. She is not a nurse. Uzr. We are not teachers. Bizlar o'qituvchilar emasmiz. You are not doctors. Sizlar doktorlar emassizlar. You are not parents. Sizlar ota-onalar emassizlar. Bo'ldi. Yana boshda aytganimdek, ko'p boraman, ta'kidlashni yaxshi ko'raman. Butun yozilayotganlarni sizga agar ingliz tili grammatikasi, chuqur grammatika kerak bo'lsa, har bitta aytilayotgan punktlar, bo'limlar, to'g'rimi? Qoidalarni kerak bo'lsa, chunki biz bularni hammasini joylab boramiz YouTube kanallarida, to'xtatib yozib oling va bularni jonli ravishda davom etishga harakat qiling, chunki aynan o'shandagina chuqur bilimga ega bo'lasiz. Rahmat. Demak, hurmatli tomoshabinlar, davom etamiz mavzularni o'rganishda. Navbatdagisi demak bo'lyapti mana irregular verbs. Qaytarib o'taman. Irregular verbslarni tarjimasi noto'g'ri fe'llar deb nomlanadi, aytiladi tarjimada. Noto'g'ri fe'llar deb aytilishiga sabab, endi buni o'rganishimiz kerak. Nega noto'g'ri fe'llar? Noto'g'ri fe'llar deb aytilishiga sabab fe'llar zamonlarga o'tishda, hozir bilan tushuntiramiz biz bu yoqda. Zamonlarga o'tishda yo o'zgaradi yoki o'zgarmas bo'lib qolar ekan. Qaytarib o'tamiz. Noto'g'ri fe'llar deb aytilishiga sabab ularning zamonlarga o'tishida fe'llar yo o'zgarar ekan yoki o'zgarmas bo'lib qolar ekan. Shuning uchun ham noto'g'ri fe'llar ekan. Ya'ni bir xil emas ekan. O'zaklari bir xil bo'lib qolmas ekan, hammasi ham. Ba'zilari bir xil bo'lib qolsa-da, ba'zilari butkul o'zgarib ketar ekan. Marhamat etamiz. Mana qarang. Oldin mana bu bizda fe'llar, mana ko'ryapsizlar. Bu mana qarang. Aytgancha shuni ham eslatib o'tay, noto'g'ri fe'llar deyarli hamma darsliklarning eng oxirgi demak sahifalarida mavjud. Bu yerdan ham ko'rib aytishingiz mumkin. To есть o'qib o'rganib olishingiz mumkin. Ular albatta juda ham ko'p. Noto'g'ri fe'llar biz eng o'sha hozir keraklilarini misol uchun yozdik bu yoqqa. Endi davom etamiz. Be, let, go, teach. Ko'ryapsizmi? Tarjimada be bo'lmoq, let ruxsat bermoq, go bormoq, teach ta'lim bermoq. Demak, present simple hozirgi zamon birinchi ustun. Hammasini tarjima qilayotganimizda qanaqa qo'shimcha berar ekan? Moq qo'shimchasini berar ekan. Bormoq, ko'rmoq, ochmoq, yopmoq, o'tirmoq, yozmoq, chizmoq, tomosha qilmoq, ichmoq va hokazo va hokazo. Bular hammasi noto'g'ri fe'llar ichida mavjud. Davom etamiz. Ikkinchi bir nomi buni, ya'ni mana present simple fe'llar dedik. Present simple forma deyshadi bu. Bare infinitive. Bare infinitive deyilgani oldida ham, orqasida ham hech qanday demak prefix yoki suffiksga ega emas bo'lgan nimalar? Fe'llar. Oldida va orqasida hech qanday demak qo'shimchalar yoki yuklamalarga ega emas. Shuning uchun ham bare. Bare degani o'zi hech vaqoga ega bo'lmagan degan so'zni bildiradi. Bare infinitive present simple. Demak, buni tushundik. Davom etamiz. Xuddi shularning o'tgan zamonlari bor, misol uchun. Men kino bugun ko'raman, ertaga men bugun kino ko'raman, ko'raman so'zi hozirgi zamonda bo'lsa, kecha kino ko'rdim. To'g'rimi? Marhamat demak, past simple da demak o'tgan zamon bo'lib, mana birinchisi, ya'ni be ni o'tgan zamon nima ekan? Was ekan. Was ni tarjimasi edi. Birlikdagi shaxslar uchun, ya'ni bular to'g'risida biz gaplashamiz. Past simple zamoniga o'tganimizda, past simple zamonlarga demak harakat qilganimizda biz was were'lar to'g'risida alohida bitta to'xtalib o'tamiz. Was edi, were edilar. To'g'rimi? Demak, let ruxsat bermoq hozirgi zamonda moq edi, ruxsat bermoq. Bugun ruxsat beradi, ertaga ruxsat berishi kerak va hokazo. O'tgan zamonda ruxsat berdi. Kecha ruxsat berdi. 2 hafta oldin ruxsat berdi va hokazo. Qaysi qo'shimchani berar ekan? De. Demak, ruxsat berdi va undan keyin demak go bo'lgandan keyin bormoq bo'lsa, uni o'tgan zamoni bordi, kecha bordi, 2 hafta oldin bordi.
6 oy oldin bordi. Va hokazo. Teach, ta'lim bermoq, moq bo'lib, qaytarib aytaman. O'tgan zamonda demak ta'lim berdi. 2 yil oldin ta'lim bergan edi. Va hokazo. Endi bularning qaysi ko'rinishi bor? Endi 3-ko'rinish mana ko'ryapsiz. Demak, bitta eslatib o'tamiz yana. Present simple, past simple tugallangan zamon, ya'ni past participle. Tushunarli bo'ladimi? Demak, be, was, were, been bo'lar ekan. Qaysiki gan qo'shimchasiga ega? Ahamiyat bering. Was, were, been, ya'ni edi, edilar, bo'lgan. Hammasida demak gan qo'shimchani beryapti. Unutgan, eslab qolgan, yozgan va hokazo, to'g'rimi? Let, ruxsat bermoq, ruxsat berdi, ruxsat bergan. Go, bormoq, bordi, borgan. 3 yil oldin borgan edi. Va hokazo. Uzoq o'tmish mazmundagi voqea hodisalarning ish harakatlarini bildirishdagi, ya'ni biz bunga past perfect deymiz, hali unga to'xtalamiz. Larni ishlatishda nima qiladi? Demak, ishlatiladigan narsalar bu, ya'ni fe'llar hisoblanadi. Qaytarib aytaman. Biz hozir hammasini ruscha gapirganda obrazda. Мы просто говорим про всех образно. Самое главное это у нас все еще впереди. Hammasi hali oldinda. Albatta, bularsiz demak u 12 ta zamonni yoki boshqa demak sharq ergash gaplar, qo'shma gaplarni yoki mashhur sifatli gaplarni o'rganish imkoni yo'q. Shuning uchun ham shu zamin qismlarini yaxshiroq bilishimizda foyda bor deyapman. Xullas, davom etaman. Teach, taught, taught. Demak, ta'lim bermoq, ta'lim berdi, ta'lim bergan. Endi qarang. Sizda savol tug'ilyapti. Nega o'zgaradi yoki o'zgarmas qoidada? To'g'rimi? Chunki aytyapmiz, noto'g'ri fe'llar, mana noto'g'ri fe'llar, hammasi noto'g'ri fe'llar. Zamonlarga o'tishda, mana zamonlarga o'tamiz. Bitta zamondan ikkinchi zamonga, ikkinchi zamondan uchinchi zamonga. Birinchi zamon hozirgi zamon, ikkinchi zamon o'tgan zamon, uchinchi zamon tugallangan zamon. Zamonlarga o'tishda yo o'zgaradi, mana o'zgaryapti, qarang. Be o'zagini qarang. Men o'zak so'zini o'tda yozmadim. Yo o'zgaradi, ya'ni o'zaklari yo o'zgaradi, mana o'zgardi, yoki o'zgarmas bo'lib qoladi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun ham nima ekan? Noto'g'ri fe'llar ekan. Bu oddiy qoidalarni bilishda foyda bor. To'g'ri fe'llar to'g'risida ham hozir birozdan gaplashamiz. Uni ham aytib o'taman. Bu videodan keyin bo'ladi bu. Demak, tamom. Ya'ni noto'g'ri fe'llar deb aytilishiga sabab o'zaklar yo o'zgaradi, yo o'zgaryapti. Qisqa qilib aytaman, vaqtimiz kam. Yoki o'zgarmayapti. Let, put va hokazo. Tushunarli bo'ldimi? Marhamat, buni ham yozib olishingiz mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, o'quvchilar, bundan oldin biz irregular verblarni ko'rdik, marhamat. Irregular edi. Hozir bu safar demak regular verblarga o'tdik. Qaysiki tarjimasi to'g'ri fe'llar ekan. To'g'ri fe'llar deb aytilishiga sabab o'zaklar. Ya'ni fe'lning o'zaklari bo'ladi albatta va u fe'lning qo'shimchalari bo'ladi albatta. Fe'l o'zaklari o'zgarmaydi, qaytarib aytaman. Mana o'zgarmaydi. Remains unchanged. The root of the verbs remains unchanged. Значит, fe'l o'zaklari o'zgarmaydi, balki ularga nima qo'shiladi? The id qo'shimchasi qo'shiladi. Albatta ularning oxiridagi tugash unli undosh harflariga qarab. Endi uni biz bu yoqda ko'ramiz, marhamat. Bu qoidani yaxshilab eslab turamiz va orada bundan yana foydalanamiz. O'tamiz bu yoqqa. Buni boya o'tdik, buni aytib o'tdik, eslatma qilish o'ylaymanki hojati yo'q. Present simple hozirgi zamon, past simple o'tgan zamon, past participle tugallangan zamon. Davom etamiz. Look, qaramoq bo'lib, to'g'rimi? Qaramoq bo'lib, look at o'tgan zamonda nima bo'ladi? Qaradi bo'ladi. Demak, yozyapman uni ham. Qaradi. Ahamiyat bering. Di, ya'ni qaradi qo'shimchasiga ega bo'lyapti. Endi bularni keling, mana qarang, lookni qarang. Bu key bizda undosh harf bo'lib, hamma, qaytarib o'taman, hamma key bilan yoki hamma undoshlar bilan tugayotgan fe'llarga odatda nima qo'shilar ekan? Id qo'shilar ekan. Bu katta qoida albatta. Hamma undoshlar bilan tugayotgan demak fe'llarga id qo'shimchasi qo'shilar ekan. Demak, fe'l o'zagi shu. Qarang, diqqat bilan qarang. Mana bu bizda fe'l o'zagi mana. Look. To'g'rimi? O'zgarmas bo'lib qoladi deganim sababi shu edi. Kim tushundi qo'liga darsiz? Tomoshabinlar. Look. O'zgarmayapti, balki nimalar qo'shilyapti? Id qo'shildi, bu yoqda esa yo'q edi va balki qo'shimchalar qo'shiladi deganim edi. Va davom etamiz keyingisiga. Push.
degani bu itarib yubormoq degan ma'noni bildiradi. Push bizda demak mana qarang, oxiri sh, qaysiki bizda talaffuzda sh. Push, crush. Va hokazo. Bu sh bilan tugagan hamma fe'llar qaytarib o'taman. Trash, crash, push. To'g'rimi? Ular hammasidan keyin nima qo'shilar ekan? Ij qo'shimchasi qo'shilar ekan. Qaytarib o'taman. Push. O'zaklar o'zgarmayapti, balki demak qo'shimchalar qo'shilyapti. Davom etaman. Mana bu qoida, mana bu fe'lda ehtiyot bo'lamiz. Bunaqa fe'llar juda ham ko'p. Carry, marry, sorry. Va hokazo. Demak qarang. Carry bizda o'zak bo'lib, oxiri nima bilan tugayapti? Undosh bilan tugayapti. Voy, unli bilan tugayapti. Qaytarib o'taman. Unli bilan tugayapti. Bu fe'lga biz demak undosh unli fe'llar deymiz. Nega undosh unli? Chunki mana bu r bizda undosh. Yaxshilab qarang. R bizda undosh, y bizda esa unli. Demak, undosh unli bilan tuguvchi fe'llar. Qaytarib o'taman. Undosh unli bilan tuguvchi fe'llarda aytmoqman, bu yoqqa o'tgan zamoniga aytmoqman. Ya'ni tarjimasini yozib qo'ying, albatta. Tashimoq. Tarjimasi nести, то есть тащить. Правильно на русском? Tashimoq, nёс. Вчера нёс. Kecha tashidi, misol uchun. Nima bo'lar ekan? Tashidi bo'lar ekan. Faqat mana qarang, mana bu r bilan y ko'ryapsiz, to'g'rimi? Ya'ni ry demak, r demak o'zi demak qolar ekan bu yoqda, lekin y parchalanar ekan. Qarang, y bevosita parchalanyapti. Nechta harfga? 1, 2, 3 ta. O'ylaymanki buni tushundingiz. Carried. Tashimoq, tashidi, tashigan demak bo'lyapti. Demak, bu fe'l nomi demak undosh unli bilan tuguvchi fe'llar. Bunaqa fe'llarimiz boya aytgandek ko'p. Carry, marry, sorry, try, misol uchun, dry, misol uchun, try harakat qilmoq, dry quritmoq va hokazo. To'g'rimi? Va hokazo o'tamiz, endi yana davom etamiz. Change yana bizda demak o'zak bo'lib, oxiri i bilan tugayapti. Change it. Faqat bitta qo'shimchasi qo'shilar ekan. Demak, qoida kelib chiqyapti. Butun i'lar bilan tugayotgan, i unlisi bilan tugayotganlarga d qo'shilar ekan. Butun ch qo'shimchasi bilan tugayotganlarga ij qo'shilar ekan. Watch. Tomosha qilmoq, tomosha qildi, tomosha qilgan. O'zgarmoq, o'zgartirmoq yoki o'zgartirdi, o'zgartirgan. Tashimoq, tashidi, tashigan. Itarmoq, itardi, itargan. Qaramoq, qaradi, qaragan bo'lyapti. Marhamat, bularni ham yozib olishingiz mumkin. Ha, albatta. Shuni ham aytib qo'ying-ki, ixlos qilib, bu gapni men ko'p sizlarga aytaman. Ixlos qilib har bitta darsimizni kuzatib borib, piramida sifatida tepaga chiqib borsangiz, keyin menga bir og'iz buni demak xabarni yozing. Ya'ni sizga agar asqotgan bo'lsa darslarimiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.